bir kontur bir mahsulot ekin maydoniga kelganmiz. Ekin maydonimiz Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Zubovkan tumani Oqoltin MFda 219.021 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda oq piyoz ekilgan bo'lib, ekin maydonining jami hajmi 5 gektarni tashkil qiladi. Ekin maydonimiz bo'yiga 200 metrni tashkil qiladi, uzunligi esa 300 metrni tashkil qiladi. Ekin maydonimizning bir tomoni esa avtomobil sayr-qatnov yo'li bilan chegaradosh hisoblanadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar o'suv davrida bo'lib, ekinlarimizni yetishtirish 90 kunni tashkil etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orilish, mineral o'g'itlar hamda tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib kelinmoqda. Hozirgi kunda o'toq ishlari amalga oshirilgan bo'lib, bargidan esa shiraga qarshi treps dori sepilgan. Hektariga esa 250 kilogramdan selitra berilib, sug'orish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu loyihaga jami 32 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkorimiz jalb qilingan bo'lib, lider tadbirkorimiz esa hosilbor yerlar barakasi NTJ dehqon xo'jaliklariga kooperativ xizmat ko'rsatadi. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan o'rtacha 80-90 tonna, jami esa 450 tonna mahsulot yetishtirish rejalashtirilmoqda. Mazkur ekinni yig'ishtirib olgandan so'ng ikkinchi ekin turi sifatida yuqori daromadli bo'lgan ekin turini ekish orqali yer egalari daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilmoqda.